Assalamu alaykum, ekran aldidagi hörmətli görürmənlər. Körüvatqanlar Uyğur STEM ekranının 16-cı sani. Bugün həmmimizin bilgindək 3-cü ayının 21-ci günü Novruz. Bunundan 100 yıllar, 1000 yıllar ilgiri yaşayan uluq tilşünas Mahmud Qashqarining Divanı Lug'ati Türk mutafakkur şair Yusuf Xas Hacibning Qutatqu bilik nomli klassik qamuslarida ata-bobolarimizning kun bilan tunning tanglashgan, ətiyazlıq terim başlanğan, təbiətdəki canlıqlar uyg'unib, zimin ko'kargan Novruz pasliga bo'lgan qizg'in tantana va madiyələrini she'r qo'shoqlarda aks ettirgan. Neçə min yıllar burun kun bilan tunning tanglashganligini bayqagan ajdodlarimizdan haqiqatan faxrlanmay turolmaymiz. Zerikkash jonlar bu zimistondan, jonu jonimdan bahor chillayman. Tunlar kechasi huvlagan shirdak, ah pig'onimdan bahor chillayman. Ne taqatim var, ne sevrim emdi. Qaynoq bir qazon, yürükim emdi. Goya bir volqan, tilikim emdi. Şu volqanımdan bahar chillayman. Ölümden artıq yığlab olturmaq, mirasmidi bu yaşını aqquzmaq, xainlar işi baş egib turmaq, pak vicdanımdan bahar chillayman. Şunu kuylayman zimistandımı, tilim zincirde bağlangandımı, ko'krakka nayzi qadalgandımı, issiq qinimdan bahar chillayman. Ümidim bugün xiyaldan yüksek, ümit bağıda attı köp çiçek, xiyaldan artıq taşqın bu tilek, köreşcan tangdan bahar chillayman. Xuddi mərhum yazğıcımız, şairimiz, alimimiz Abdurrahim Tiləşov Ötkürning degindek, baharning kelishiga tashna bo'layotgan xalqimiz uchun bu Novruz, bu yangi yil, vatanimiz bahorining kelishi uchun biz to'rt ko'z biz bilan kutgan yil bo'lib qolgusi. Xo'sh, undaq bo'z programmaga kelsam, hurmatli ko'ruvchilar, bugungi son programmamizda Tsinghua Universiteti elektron injenerlik kasbida to'liq kurs va magistrlikni tugatib, Amerikadagi Utah shtatlik universitetida elektromagnitlik va antenna nazariyasi yo'nalishida doktorlik o'qishini tamomlagandan keyin Microsoft va Apple qatorliq shirkatlarda ishlagan doktor Tursunjon Yasin Arikbol akamiz bilan suhbatda bo'lamiz. Assalomu alaykum Tursunjon aka, xush kelibsiz. Va alaykum assalom dinləyicilər. Salam ekran aldiki aziz qarindoshlar. Hammalarning Novruz bayrami muborak bo'lsin. Ham qimmatli vaqtlarni chiqarib, bugungi suhbat qatnashingizga rahmat. Sizga ko'p rahmat aka, ziyoratimizni qabul qilib berganligingiz uchun. Hurmatli ko'ruvchilar, avval eskartib o'tib ketsam, savollarni inkas shaklida bizga bildirsanglar, program orqasida savollarga Tursunjon akamizdan javob olamiz. Ulanishimizni taqib qo'yish orqali ham bizni qo'llab, ham bu suhbatdan boshqa qarindoshlarimizning manfaatini qilishiga vasila bo'lgaysizlar. Undaq bo'lsa, men savolimni boshlab ketay. Tursunjon aka, siz to'g'riliq materiallarni ko'rgan vaqtimda tunji bo'lib diqqatimni tortgani Arikbol degan familiya bo'ldi. Arikbol bu familiyaning ma'nosi va qachondan beri nima sababdan qo'llanganligingizni deb bersangiz bo'ladimi? Bo'ldi. Bu Amerikaga kelgandan keyin o'qishim 4-yilga kelgan chog'da mening cho'ng bolam qizim tug'ildi. Shu chog'da hamda boshqa millat yoki boshqa atrofimizdagi boshqalarning ta'siriga uchraganimiz bor. Ham Uyg'urlarning ba'zilarining mushtaq muqim familiya qo'llanishini ko'rib, men Uyg'urni ko'rib birini tanlay dedim. Shu chog'da endi qismini unutib qoldim. Qalin bir ism qomusidagi bir kitobda lug'atdek. Qizimning ismini ham o'zimizga bekitilgan shu familiyaning ikkinchisini jo'natib topgan. Ma'nosini desak, erik degan shu bu so'zning erkaklar bilan munosabati bor deb o'ylayman. Erik degan shu kuchlik, nima, kuch yoki erkinlikni ma'nosi ifodalaydi. Bol degan bizning fe'limiz. Shundoq bol degan gapda erik bol ma'nosi. Uni xohlayman. Chunki Amerikaga kelgan chog'da eng cho'ng esqan farq shu jamiyat boshqa undan bir boshqa davlatga berib boqqan, o'zini turib boqqan. Amerikaning eng ro'shan farqi shu. Bu bütün insoniyatga bo'z bo'ladi, lekin bu dunyo undaq adil emaskan, arzuyim deb qo'yayim. Ko'p rahmat aka. Endi shu ikkinchi bo'lib diqqatimni tortgan nuqta,
Tsinghua Universiteti o'qiganınız bo'ldi. Chunki Xitoyning eng dağlıq və kirişi eng tez bo'lgan maktablarning birisi. Ham bilimiz bizlarga aldirab sanma bermaydi. Ham shundaq turib 1996-yillarda bu maktabga kirishingiz, uning ustiga elektron injenerlik fakultetida o'qishingiz meni haqiqatan hayron qoldirdi. Kichik vaqtingizdan boshlab hozirgacha bo'lgan o'qish hayotingizni shundaqla mush oliy maktab kirish jarayoningizni o'zingizdan og'izdan bir anglab boqqimiz bor. So'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Kichik vaqtidan boshlaydi desam, ota-onamni biraz tilga ilishim to'g'ri keldi. Chunki ota-ona bolaning cho'milish jarayonida ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Dadam bo'lsa, Urumchilik 20 boshlang'ich uyimi shu atrofda bo'lgan, o'qigan, keyin 17 o'tirib o'tgan, 2-yillik kelganda, to'liqsiz 2-yillik kelganda madaniy inqilob boshlab shu payt to'xtab qolgan. Opam bo'lsa 5-boshlang'ich o'qigan, uyimi shu atrofda 5-boshlang'ich atrofida bo'lgan. Ondan 6-o'tirib o'tib, amdi boshlaydi deb bo'lsa, o'sha sabablar to'xtab qolgan. Ondan keyin 10 yil o'tibdi. Shuni tepishib to'y qilibdi. O chog'da 19, 20, 22 yoshlarda to'y qilgan bo'ldi. Ondan o'qish fursati kelsa-mi, boshqa sabablar tufayli tanlamabdi. Demakchi o'g'lim ota-onamni bilim jihatda yoki o'qish unvon jihatdagi saviyasi shu davrdagi, shu yoshdagi ko'pincha qarindoshlarimiz o'xshash. Lekin endi o'qish jarayonidan boshlang'ich ikki a'lochi sinfni oldi bo'lib o'qibdi. Bilim saviyasi chekli bo'lsa-mi, shu qalayimqanchilik 10 yil o'tkazgan bo'lsa-mi, biz farzandlik bo'lgandan keyin men va mening inson-singlimni oddiy bo'lsa-mi, iqtidori yetguncha nech o'qiy olsa, shu yergacha o'qitishimiz kerak. Bu davr bu dunyo shu tarafga ketib bordi, bilimlik bo'lish kerak deb butun kunni chiqarib qo'llagan. Her jihatda, ro'yi jihatda, iqtisodiy jihatdami, kang tashi bo'lmasa-mi, tirishib shuning tayyorlig'ini tutish qilgan. Endi o'qigan maktabga kelaylik. Endi mening 85-7 yosh vaqtimda boshlang'ichga kirdim. Endi buni oldida demakchi o'g'lim, men 4 yosh vaqtimda savodim chiqish uchun Uyg'urchani o'rgatib ekan. O ishlar mening esimda yo'q. Lekin endi Uyg'urchani o'qiy oladiganim esimda bor. Qachon boshlagan uni o'qimayman. Shu savodim chiqarib qo'ygan ancha-muncha hisoblarni o'rgatib, endi o'chaqda televizor yoki o'yin tomoshaning tayini yo'q bo'lgan ekan, men yolg'izdim 4 yosh vaqtimda uyda yolg'iz bola. Balkim shu bola yoki yolg'iz bola ota-onalarning bir o'yinchig'idan bo'lib qoldi ba'zi ko'ngil ochadigan, uni buni o'rgatib qo'yib, o'ynatib qo'yib degandek. Shu sababdan asorat bo'lib qolgan. Lekin 7 yoshga kelgan chog'da, 7 yosh desam bo'lmaydi, 7 yosh oz qolgan chog'da Xitoycha maktab berish qarorini olibdi. Nimsatdan keyin Iroq deyishayli. O chog'da maktab opasi buni yesh to'shmabdi. Bu 3-4 oy kamkan, bolalar bekchiq, saviyasi yetsa oldimizda imtihon oldi. İmtihan mazmuni nima desak, Xitoycha xat yozilgan 10 kere 10, 100 xat batgan qog'oz bor, o'shani to'nuydigan, biladigan xatlarni yozinglar degan o gapni men tushundim, o'qimayman, Xitoycha o'qimaydim. Atrofimga qarasam to'xtamay xat yozyapti boshqa bolalar. Bir batni to'shqizib, ikkinchi bat boshladi. Men berishga 3 degan shu 3 xat to'xtab qoldim. Chunki berishdan burun o'rganib olganim shu. Yarsanchi oson bo'lgan ekan. Meni olmay qo'ydi. Bu bola madaniyatlaşdim deb o'yladim. Ikkinchi yili 8 yosh qolgan chog'da, 7 yosh, 8 yosh, 9 yosh bo'lgan chog'da majbur oldi. Chunki yosh bo'ldi, ammas bo'lmaydi. Mening boshqa Uyg'ur maktabiga opamga shu Nurliq yo'ldagi Ma'rif institutiga bog'liq tajriba boshlang'ichga opadi. Shuni bilan o'qib ketdim. Ta'limga shu maktabda bir mesela adabiyot, matematika ishga ma'lum tutsa, u bütün başlangıç bütünlüğü ahırgıç okudu. Amerikan sistemi. Matematika malum pek yaxşı çıktı. Yaxşı köydü, hem öz balısında köydü desem buldu. Şu çağdalar bana Tsinghua bilen Beyda'nın ismini anlattı. Ben hayalim kep çıkmadı. Küçük bal şuna buldular, normal küçük bal küçüklükten. Lekin Lan diyen çağda sen tabii ben okusan Tsinghua bağın, ictimai ben okusan Beyda bağın. Menimce sen tabii ben okuysan şunun Tsinghua bir sen de şu menimce 2-yillik, 3-yillik vaqtim bo'lish kerak. Shu gapni deb qo'ygan.
Ahırgacha, mesela 5. yıllıkның 2. mavsum kelgan chaqda bir fursat kelib qoldi. Xitoy maktab 6 yillik u chaqda. 6 yilni o'qimay, to'liqsiz o'tirib imtihon berib baqsin deb qattiq qo'llab, adabiyot muallimim qarshi tursimi, berib baqsin, o'tamiz qaytib kelsin bo'ldi, 6 yil davomlashtirsa bo'ldi, o'tib kelsin deb imtihon fursatiga erishtirdi. Shuning bilan o imtihonga qatnashib 2 fan o'chadi. Bir adabiyot 100 numar to'liq numar, bir matematika 120, 100 numar odatli savollar, 20 numar sal qiyin ichki savol, qo'shimcha savollar. O imtihonga qatnashib, natijam adabiyot 79,5, matematika 120 chiqib, 199,5. Xitoylarning o'lchami bo'yicha birinchi o'tirdan to'liqsiz cheklimasiga yetdim. 199,5 ekan. Men o'tdim deb xo'sh bo'ldim, o'cha jiq o'ylamagan. Lekin keyin anglasam, bizning cheklimimiz 169,5 ekan. 30 numar tushirib keldik. Mikoxonlarga. Tunganlar 3 numar, mikoxonlarga 30 numar tushirib keldik. O keyingi param. Kirgandan keyin yana birisini bayqadim. O'qish kirish natijasi bo'yicha tizdi. 64 o'quvchi sinf o'quvchi, 64 o'quvchi bordi. Men 32-chi o'rinda ekanman. Birinchi o'rinda men o'yladim, hammasi imtihon bilan, odillik bilan kirdi desam, amaliyotda yerim o'quvchi, undan tuman holat kiribdi. Ular kimlar bilmayman. Shunday bir ahvol birinchi o'tir, butun Urumchi shahar bo'yicha tanlab oldi. Eng yaxshi maktab Xitoydan. Eng yaxshi maktab. Bizning vaqtimizda maktab. Kirish eng tezmi. Shunaqa boshlang'ich bitirib to'liqsiz kirdim. To'liqsizda davomlashtirib to'liqliqcha oxirgacha muallimlar yomon emas. Boshlang'ich matematika ma'lum yetmaydi, lekin kamsitishga uchirmadim. Oxirgacha hamda shu 96-yili imtihon berib maktab mudiri yana bir qarorni oldi. O chaqda men abayqi san berishni gap chiqdi. Çinhua Beydadek bundaq davlatlik universiteti asli adillikni saqlash uchun har bir o'lka rayonlarga ayrim san taqsim qildi. Agar unda qilmagan bo'lsa, Çinhuaga shu yili 2300 o'quvchi oldi. Agar unda qilmagan bo'lsa, bütün 2300 o'quvchining hammasi degandek Beijingdan Guangdonggacha bo'lgan dengiz yaqinlaridan boradi. Andaq Shanshidan Hubei, Hunan ya Gansuda aniq hech kim borolmaydi menimcha. Chunki şəhər tərəfindən mağrib səviyyəsi yoxdur. Şu birdən bir adalet deb o'ylayman Xitoydagi sistemda. O'lka bo'yicha taqsim qilib bergan san bizga tekkan 16 Xankoxan ana tili Xitoycha bo'lgan Xitoy Manju kunganlar deydi. 16 shular 5000 koxan. 4000 koxan deydi. Bu so'zlarni Xitoycha ishlatib chunki hammamiz tushunamiz, ham ular ijod qilgan so'z. 4000 komin. Demak, o'quvchilarning 20 koxan chiqdi, 20 komin chiqdi. Shu chaqda statistikada o'tirda qisilib qolgan mikoxonlarga 5 son bor, tashlanib ketgan 20 kominlarga birimi yo'q degan gap Çinhuada. Bu bir adolatsizlik. Mening tushunchim bo'yicha. Nisbatan Xankoxonning 16si kirmak, mikoxonning oldingi 5 kirmakdan tez. Çünkü bu o'quvchilarning sonichi bu 3'te 1 emas. Xankoxon 30 necha ming bo'lsa, mikoxon aram 1500 deb anlagan shu chaqda. Mikoxonik oson. Lekin men qaytib kelsak, o'rta maktab mudirimiz bizni sen yana bir shart bor. Mikoxon bo'lsa, cho'qim nimaga tayyorlik berish kerak, 1 yil tayyorlik. Hamda Xitoychani kuchaytirish yo'q. Sizlar mikoxon turkini Xitoycha tayyorlik qilganmidinglar? Hozir gap shu keldi. Mudirimiz sen o chaqda mening nomerim, asli nomerim Xitoylarning Çinhua cheklimasidan eshib ketgan. Shunga mudirimiz bunda holat turib sen tayyorlik borma dedi. Ham ma'rif idorasi bilan so'zlashib mening arxivlarimni mikoxon to'pidan chiqarib bilib, Xankoxonni ichiga tashlab qo'ydi. Ondan telefon qildi bir kuni. Shu nimadan Börtala nemisida bir Urumchidagi bir idorada Xankoxonlarning arxivlari shu ekan. Shu yerdan Çinhuaning vakili telefon qilib, men arzulagan elektronik kasbni bermay,
başqa bir kesini ko'rsatdi. Managa o'qisan buldu, çünkü senin numarang elektronlikka o'tgan birisidan tuvangan deydi. Ben shunga tuttu. Sen mikrofonga 70 numara qo'shib bersan deganda, mushtacha ishlasak bo'lmamda o numarani desam, bo'lmaydi. Sen onu ishlasang, mikrofon to'piq qaytib ishlatgan. Bu yerga kirib olsang, seni Xitoyda qaraymiz deydi sana. Endi shundaq bir qalayimqanchilikda men shunga undaq elektronik qandaq o'ta olmayman desam, sen agar mikrofonlik qaysang, tayyorlik o'qisang, şu bütün Xitoydan yig'ilgan o'quvchilar 40 o'quvchi yig'ildi ekan. Masalan, Ningxadan Tungan, Guangxinin bir necha Jiangsu mavzu degandek. Yig'ib aka ularga ayrim son taqsim qilamiz deydi. Har bir kasbda 2 son. Agar bir yildan keyin o'qishda natijada shu degan yeringiz mos kelsang, endi kira olaysan dedi. Unda men baray, nima tayyorlik barsam baray deb sebepsiz kuyup qolgan elektronik kasbni deb tayyorlik yo'liga chiqdim. Sebepsiz deyinim hamda o chog'da ancha tushunmayman. Mening bildig'im matematikani yaxshi ko'raman, ham qiynalmayman bu jihatda. Fizikami men o'ng'ay to'xtaydi. Shuni qarab baksam shu elektronik shunga yaqinroqdek turdi deb tanlagan. Lekin fizikani mexanikmi bor, boshqasi bor. Men shu elektronik tanlaganda elektromagnetik jihatda ko'proq qiziqarli masalalar uchraydi-ku imtihonlarda, savol topshiriqlarda. Shu sababla tayyorlik qildim. Ikkinchi yili deganda shu qaytada imtihon oldi u yerdan. Adabiyot, inglizcha, matematika, fizika, mush 4 pandan o'ynab esimda qilish. Mush 4 pandan. Ondan sinf bo'yicha qayta daraja tizdi, arz to'ldirdi. Shuning bilan men elektronikni to'ldirib bora oldim. Agar borolmagan bo'lsam, o chog'da satchilik bo'ladi. Çünkü aşk kesiminden beri bir yıl ısraf qilib, yine o'xshash kesibga kirib ketib qolsam, endi shunday qilib bu boshlang'ich o'rta maktabgacha Urumchilik o'qishim tugadi. 96 tayyorlik qildim, 97-yili Tsinghua rasmiy kirdim. O yerda 4 yil. Buyurun aka, böyle gitib qoldim. Nima chataq yo'q. Shu endi shu 97dan 2011gacha bakalavr shuni o'qidim. Ondan keyin bir islohot olib berib, biz Tsinhuadagi o'z o'quvchilarini magistrlik o'qitishimizda program bo'lgan, imtihonsiz qabul qildigan. Ko'pinchimiz kirib ketdik uning ichiga. Kiramaydiganlarmi, masalan, nima boshqa maktablarga bora oladi. Masalan, Beydag'a yoki xo'sh maktablarga. Shu imtihonsiz o'ng'ay bo'lg'achqimi şu magistr o'qib qoldim. Ondan 3 yildan keyin bitirib, bu jamiyatga xizmat hayotim boshlab ketdi. Hamda o'qishni desak, hamsha to'xtab qo'ydi. Qani. Endi shu o'qish jarayonlarida qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Sizga ta'sir qilgan qanday ishlar bo'ldi? To'g'ri, shu bosh degandek, birinchi qiyinchilik o'zimning mijoz xarakterim bor, ota-onamning ta'siri bo'lishi mumkin. Başlangıç birinci mevsim kirgan chog'da Xitoy saviya yo'q bo'lganligi uchun bu o'qishda qiziqish bo'ldi endi. Masalan, harbidek bizni boshqurdi. Qo'linglarni aqlinglar tuz o'tiringlar, somkunda qalam bundaq tizlar, kitob maya qo'ysizlar deb shunday boshqurdi endi. O'qishmaydi biza o'qishmaydigan yeri. Lekin nima dars bo'lyapti? Dars boshlab bo'lgandan keyin bilmanda, xat tunimog'ashqa, til aziz bo'lg'achqa qaysi kitobni chiqirma, o'qimayman. Yenindagi bola qarab, deb qaysi kitobni chiqarsa, somkamni olib shu kitobni chiqarib tizib qo'ydim. Partiga unda jiq kitob tizib bo'lmaydi. Nima dars bo'lsa shu kitobni, shu darsning kitobi. Ashuna bir mazgil o'tgan. Endi lekin shu butun jarayon 4 oy, 9-dan 12-oygacha bu tilni o'zlashtirib bo'ldim. 5 yil shuna qiziqarli ish bo'lgan. Yana birisi muallim bergan topshiriqda xatni ko'chirib yozinglar, 5 qatim, 10 qatim o'cha shunday Xitoycha xatni o'rgangan chog'da. Mana shu kitobdagi bularning chim qayda bunday xat nusxasi bor. Aynan ko'chirman deb, do'rabchi, %100 o'qishdiman deb do'rab bulamay, o'chirib, yezib bir kuni kech bo'lib ketibdi. Dadam opam uxlab bo'lgan o'xshaydi. Keyin uyg'onsa qasam mening daftarim
yaşlılarımı bardı. Jığlapçı doğru bulamıdım. Ben oxup bulamıyorum de. Naydı bir belki tapşırıq əməliyyatda. Şimdi olar qopa boy çırar, bu pop doğru da maçı. Anımızı rəbətlendirip yaxşı boldu. Qoqma digeşke özüm toxtulub tapşırdım. Ocaqda tapşırıqı gül çaplaydı. Tamıqdı. Yaxşı bolsa bırak gül berdi. Şu qarsam yaxşı kilivergen. Lekin hem de demekçi oldum şu özüm nereden geldi o talep xat yazışda. Şu talepni koyup onun denkin sınıf boyunca malum her bir malum xitimni kösüp maqtaydı. Tursun yanına xitada yetilanı yok. Ondan o çağda her bir ayda bir tema buldu tam gezi çıkıran sınıfının kayında. Leifing'den öğreneyli bir ay, pen teknikleri öğreneyli bir ay, yeni bir nime komünizmden izbasarı bir ay. Tam gezdi o çağda sınıfta aktiflikler onda çıkıp malum tallap koysa hoşal bulup gittiğimiz için payqalanıp özümüz ona udar neticel mesul oldum. Sebebi şu xatçıraylık. Onun payısından keyin mi gördüm? Mesela toluksuz çıkan çağda edebiyat malumumuz yazgan birinci parça makalem numar koyuştan sizdir xat güzelken de bunda çizmeyi de bağa koydu. Hem de yine kısırıp koysam Maya'daki Amerika'da hizmet izleyen çağda ak doskağa bizden ala koygan sualga biz cevap verimiz go ancak düşündürüp bizi. Uçağında bu elini kabul kılınıp bolgandan keyin başlıkların bazısı şu. Bu ak doskağa xat yazısını qarapla Kristaldek süzük fikrin bağlığını bildik diyendek ajlab bağlı yani. Bu emlik Xuda adamdan sırtı yaptı olsaş. Ben meynetsizlik kiyini olsam yakınlaşkısı kemedi işkimden. Lekin xat diyenemde başka bir kıyafet adamdan. Bunun asası şu başlangıç birinci mevsimden kerişip, üçürüp, izip bir aşk geçip şunda ötküzgündüm. Bu bir təsir qılan iş, hem paydasını gördüm. İkinci təsir qılan iş, şu başlangıçki matematik müəllimin o xeyli bir vaxtçı alaqası deməm bilen, ma 3-4 yıl toxtab qaldı. Lekin hem de mən körgənlərin aşıda Ürümçidə nim deyimiz, bundaq milletçilik yoki kemsitish o faqat bu baxmagan bir müəllim. Qalğanlarını uqmayla çandırıp qoyarım yaldır ben. Mesela benim otur mektepdeki ximiya müəllimim yaxşı öğretdi meni. Müsabaqalara qatnaşqızıb nima sinifda aniq ifadelaydi yaxşı görünni. Lekin bir çağda Xuykao deydigan bir imtihan var sizlar bilsizlar qachon. Dalqadan burun Xuykauda her bir pen ayrım berimiz var. Şu balla ciddileşken çünkü o tecrübeler var. Qandaq to'liq numar 10 numurda 7-8 alalamdiq deb 11-ci oturuşda oquvchilar 1-ci oturuşga imtihan beribdi. Bağlıqçı bo'lib qatnashibdi. Ondan chiqib dedi bizga, "Ansilmanlar tecrübede bizning sharoitimiz boshqa maktabda yo'q. Hamma yaxshi qilasizlar. O 11-ci oturdak unda nachir maktabdan kelgan o'quvchilarning ichida eng tuvan olgan 7. Onun üstüge o bir milliy o'quvchigan davatdi. Sinfma o'tirsam shu gap ochiq dedi. Endi o Xitoy o'quvchilarini xotirjam qildi, lekin mening ko'nglim biza azor berib qo'ydi. Gap yandirmadim, saqlanib qoldik undaq gap. Ondan keyin desangiz, Ürümçi Beijing arasida poyezdlarda qatnab ketdik. Poyezdda uchrab baqqan. Ürümçidan chiqqan poyezdiki xizmatchi ayol men o'tirdi demayotgan chog'da kep paranjib qolib, paranjib bo'lgandan keyin sen Uyg'urma deb bo'p, undan bilgandan keyin sen Uyg'ur o'qishmayotgansan deydi. O bir maqtag'anlikmi, tilg'anlikmi? Yoki mundaq deydi. Meni o'ziga o'xshatib maqtag'anlikmi yoki butun millatimizni yoki ko'pinchimizni o'ziga o'xshatmay tilg'anlikmi, uni bilamadim. Uni ta'sir qildi, ham saqlanib qoldi ko'nglimda. Shundaq bir balki bundaqlar jiq bo'lishi mumkin. Odamga ta'sir qilgan, yig'ilib qolgan, eng oxiri bir yerda boshqa shaklda ifodalanib qolgan. Shundaq. Ahmad aka. Ha. Yani Ürümçideki hikaye şunçilik, Beijing kelganda mening manga ta'sir qilgani bu Çinxuadagi o'quvchilarning seviyasi boshqa bir yer ekan. Ürümchida men 10 yil o'qib, 15 yil, 6 yil, 11 yil o'qib, uyga qaytib bunda bir topshiriq ishlaydigan odam emas. Maktabda tugayganmish.
Onda Xitoylardek o'rganmaydim, lekin o'ng'ay shu savodoshlarimdan oldi bo'lib o'qigan. Bize pişman bor, chunki sal kuchaygan bo'lsam, balki 70 nomerning keragim yo'q. Elektronik kirib olgan Xitoyni qistab chiqarib o'tibmi, Night nomerimiz 12 nomer farqli ekan shu joyda. İngilizceni sal yaxshiroq kuchaytsam 120 dan 130 necha olsam, o yo'q, bu farq yo'q. Bu mujnakam, lekin Çinhua bo'lgancha haqiqiy his qilganim, ularning asosiy xuddi İngilizceni 4 dereceye bölüldü. Ben 1. dereceden başladım. Aldı, 2. dereceden başladı olanı aldı. Programçılıqni bizning kompüter ko'rib baxman bolalar, bu kompüterni qanday yandırmız deydigan bolalar bor savodishimiz orasida. Aramızda ne xiltini o'rganib bo'lganlar bor. Çinhua kirishdan burun. Shunday zo'r farq bordi o'quvchilar orasida. Ondan hammasi tirishchan. Natijasi yaxshi bo'lsin, yoki andaq yezdin kelib qolgan kompüter tanımaydigan bolalar bo'lsin, hammasi atdiyanlik kechkichadircha unda tirishchilikni ko'rib baxma. Ondan o'zimning nisqini dars vaqtida anglab chiqib, burun o'tir maktab boshlang'ichdek muallimning dinini anglab singdirib olish test to'xtadi. Chunki o'tir maktab boshlang'ich muallim qayta az mazmunni qayta takrorlaydi, bir hafta 2 hafta o'g'itadi. Hammasini o'rgansin deb. Çinhuada bir soatda 20-30 bet da bir onu azim kullanmadım ders vaxtida. Şununla dersten sit öğreniş mecbur oldum. Ondan da dersten sit öz öğreniş iqtidarı buluş gerekken onu ben burun yetildirmeyen. Malum üyes işçi bilip ders vaxtida öyle qaytib futbol müsabaqı top oynayıp yürgen aşında Ürümçi perdesinde. Lekin Beyjanka onu tunup yetti. Tunup yetken günde derhalla öyle gidilgan qilib, apamda da deb qo'ydim. Fikrlarimga hamda keyin ishga kelib qolsa, mundaq ishlar bor ekan, shuning uchun hozirdan boshlab yaxshi odat kirishtiringlar deb shunday qo'yganim bor. Tasvir qilishlarning eng muhimlari shular. 2000 magistrni bitirguncha. Köp rahmet aka. Endi şu 3 yil Markaziy Millatlar Universiteti Türk Tili Fakültetining İngilizce o'qituvchisi bo'lib Uyg'ur sinflarida dars beribsiz. Aşı vaqtida degan bunda bir gapingiz bor ekan, men yozmalarınızda o'qidim. Çinhuada borgan seri keskinlashayotgan raqobatga taqobil turish uchun o'zimning bilim bilish ehtiyojimni qondirgan bo'lsam, Markaziy universitetda o'qituvchilik qilish jarayonida ziyolilarning o'z xalqiga bilim berish burchi bor ekanligini his qildim deb. Yozmangizni o'qib, bu gapim menga shuni ta'sir qildi. Sizcha ziyoli qanday bo'lishi kerak? Kunimizgi ziyolilar qanday mas'uliyatlarni o'z ustiga olib, qanday burchlarni ado qilish kerak sizcha? Eğer bir milletli bir adam vücudu o'xshatsak, ziyoli shu menasi deb o'ylasak bo'ldi. Asosliq yumshoq madaniyat miraslarni davomlashtiradigan, taraqqiy qildiradigan bir grup. Sani jiq bo'lmaydi, lekin roli intan muhim bo'ldi. Agar masalan ajdodimizda Mahmud Qashqari o'z vaqtida yo'q bo'lgan bo'lsa, yoki qilgan ishlarni qilmagan bo'lsa, bugungi kunda balkim bizning bizga qoldirilgan til madaniyat boyligimizda bir kamchilik bo'ladi deb o'ylayman. Shuni hozirgi vaziyatda hamda tarixdagi o'xshatsak 840larga bakrak o'xshayman. Chunki tilda oraliqda arab yoki fors moda qilgan davrlarda o'zimizdan tanlashi bu. Masalan, ba'zida gaplarga ingliz qistirib, xitoycha qistirib, saviyasini ko'rsatadiganlar bor. U hamda arabcha, farschani qistirib, saviyaga ko'rsatishga o'xshatsa uni. Lekin hozirgi vaziyatda 840 o'xshayman. Bir vayron bo'lish oldida. Lekin ishonamanki, shu az bo'lsaqmi, agar tirishsak saqlab qoldi bo'ldi, ham boshqa qaytadan bosh ko'tarib ondan keyingi vaqtlarda qarixonlar deyli yoki beshbaliq shunga o'xshash bir yo'riq bir davr keldi deb o'ylayman. Bizning endi rolimiz, ziyolilarning roli shu, vazifamiz degan chog'da eng oz o'zimizning bolalarini, shu ziyoli, shunchalik fursatlarga, ta'laga erishgan ziyolilar o'z prezidentlarimizni
bolsa köprek farzandlarimizni. Men qayerga ketdim, o'tib ketdim, lekin mesela 4-5 ya bo'lsa Erdog'andek en az 3 degandek bo'lib, shularni sifatli tarbiyalashda mecburiyet var deb o'ylayman. Hem evlatlarını o'zidan oshirib tarbiyalashga, o'zidan oshgan bir seviyaga yetkazishda mecburiyeti var deb o'ylayman. Rahmet aka. Endi şu doktorluqni o'qishni boshlashdan burun ko'p davlatlarga beribsiz. Ba'zi yozmalarda bu davlatlar haqida qisqa bayonlaringizni ko'rdim. Bu davlatlar ko'rganlaringiz, bu sayohatlar sizning keyingi hayotingizga qanday ta'sirlarni ko'rsatdi? Yaxshi savol bo'ldi. Bu amaliyat shu joyda shu xizmatni tanlashimning sababimi endi ko'proq bo'lgan sabab shu mush fursatlar. Jahon kezishimda yoki bir davlatlarni ko'rish, farqli bir davlatlarni ko'rishdi. Degandek xizmat kirib uzun o'tmay bizda qiyinchilik uchirdi. Masalan, birinchi o'pla Turkiya, men belki Turkiyani anglagan, ko'rgan, ancha tarixni bilgachga o'zimiz yaqin ko'rib shu fursatga erishganda darhol viza iltimos qildim. Pasport o'ng'ay chiqdi, Beijingda pasport bir hafta chiqdi. Viza iltimos qilsam bir oygacha chiqmadi. Men bilan tang borgan Xitoydan 3 kunda chiqdi. İkimiz tang sunduq, onun 3 kunda viza chiqdi, mening bir oygacha chiqmadi. Oxiri chiqdi, lekin shu joyda bu 2015dagi gap, 2005-6dagi gap. Shu farq bordi. Shundoq shu o'tishib ketib, bir nechta davlatga tang qilishda Slovakiya başta berib qoldim. Slovakiya Yevropa o'rtasidagi bir kichik davlat. Nopos shu joyda esimni qilishi to'g'ri chiqib izlasam, hozir qancha chiqmayman. 4 million atrofida nopos bor, kichikli bir yer. Endi Qashqar diyoriga o'xshab qoldi desam bo'ladi. Qashqar berib boqmadim, lekin sin materialni ko'rishimcha mıg odam, shunda qaynoq. Endi atalmış 4 million nopos bor. Slovakiya borsam undaq yer yo'q. Adam yok. Menzillik, şundaq çoğun zeminlerde adam yoklar. Şehirlerde mi şalan küçükler. Şimdi aklım yetmedi. Bu 4 milyon nüfus ne etti? Qashqarga o'xshamaydi o nüfus zichligi deb o'ylab qoldim. Kichik davlat bo'lg'achqa. Bu bir savol hamda nüfus to'g'risidagi bir savol. Selishtirib gumonlansam bo'ldi. Endi Slovakiyadan da anlashimcha bulg'unish eng ig'ir bo'lgan Yevropada. Taraqqiyot nachar davlatlarning qatoriga kirdi ekan. Lekin menga u jannatdek ko'rindi. Yop-yeshil ko'k osmon, supsuzlik suv, istiftakni ko'rmadim, hayron qoldim. Bunday bo'lsa texnik yaxshi qandaqdir deb o'ylab qoldim. U yerda uzun turmadim. Turkiyada o bergan ta'sir shu. Turkiyaga keyin kirdim. Turkiyada 6-7 qadamdek bo'ldim. Har qatam ish kuchayib turib, shunday qilib Turkiyaga berishdan burun Turkiya qanday desam bo'ldi. Turkiyada men hamda Turkiyaning ta'siri bakcha uchirdim. Birinchi bu manzara, tabiiy manzarasi, tariximda boyliqlari, andan keyin u yerdagi ko'chalarda mansammi, men Turkiyalik bo'lmasam, o'zimni issiq his qildim. O hissiyat boshqa yo'q. Andan keyin nimada Türkçe değil. Türkçe tilini yaqin deb men to'g'ri izlab bir kurs topgandim. Türkçeni İngiliz tushuntiribdi. Shu sondan boshlab ism, fe'l, traktor, men grammatika orqali o'rganishga ko'ndirilgan. Masalan, Xitoycha maktabda o'qib, inglizcani shunday o'qib qo'ydik. Masalan, bu yerda ismi, armi, the-mi, a-mi degandek. Shu sababdan biza tayyorlik qilib Turkiyaga yo'l chiqdim. Men bir necha safardan keyin shular bilan paranlashni boshlab bo'ldim. Bu Uyg'ur maktabini o'qib boqmagan, bu Turkcha maktabini o'qimay qiladiganki bu tilni gerçi 1000 yil ayrim tursaqmi, yaqinlikqa hayron qoldim endi. Farq bor, mening nazarimda bu Turkcha Uyg'urcha o'xshashligi 70% deb qarayman, chunki so'zlik o'xshash, qoidasi o'xshash degan bilan tafsilotga kirsak, o'tgan zamondan boshqa zamonlarda biza ajab deydigan qo'shimcha farqlari bor. Shu farqlar odamning beshini qaydirdi ham shu 30% tushunmaslikni keltirib chiqardi deb o'ylayman. Lekin kallamda Uyg'urcha fikr mangdi. Shu almash shu nima turkish aklaydi hamda qo'shimchalarini almashtirib Uyg'urcha, Uyg'urchani
türeşi almastırsam türeş çıktı. O cümle şekillerimiz Uygurca, lekin düşünüşlük bulup emiz Fikir almashtirmaydi. to'g'ri tushunib turadi. Bu jarayonda endi bizning tilimizning bir shivisi desam, ular eg'ir kelib kelsimi, bizning tilimizni yaqin bir tilni o'rganishimiz bir cho'ng ish emas. Ammo shu jarayonda o'zimizning Uyg'urcha to'g'risida Uyg'urcha o'qib bakmagan, grammatikasini o'rganib bakmagan bo'lganki, nurg'un masalalar bor. O'ylasam, o'zim Uyg'ur so'zlagancha boshqalarnikidan anglagan chog'da ajab oldi-keyin zid mayalmanda ayanda nurg'un savollar bor endi. Andan turishni biroq bir taraf serib bo'lgandan qarasam, men bu asli qiliblas mundaq ekan, asli mundaq bo'lsa to'g'ri bo'lishi kerak ekanda Uyg'urchani bekra eyiblaydigan bo'ldim. Endi ana tilimiz bo'lsin, mazashna qalayimqan bir holatda. Bu Turkiya men bergan nimasi ta'sir deydi yoki hadiyasi deydi. Shundan keyin Uyg'ur saviyami boshqacha bo'ldi. Chunki uning oldida shu o'qiy olsammi, kitobni o'qimagan, so'zlay olsammi, shu bizning eg'iz tilimiz bizga buzuq, bilsiz. Turkiyning ta'siri uchragan degan diqqat qilgan bo'ldim. Aydınlaşıp ketdi. Uyg'urchadagi grammatika, masalan, ajizlik bo'lsa, anglashmagan qoida bo'lsa-mu, mushuni qandaq chog'da qandaq chog'da nima deymiz? Shu A iga, A iga yoki A ega deganda izil farqlar bor. Shu unimi shunda tafakkur qiliblar, o'zim yakunlab olgan, keyin ancha-muncha material aqtirsam, nima to'g'ri chiqqan hammasi. Shu demakchi bo'lganim, mushtabuzlik holatim yana bakla qonuniyatlik, logikalik, ifodalash kuchiga ega faxrlansak bo'ldi. Rahmat aka. Microsoft şirketida ishlabsiz bir mezgil. Hozir bo'lsa Almi şirketida ishlayapsiz. Bu şirketlarda qanday ishlar bilan shug'ullanasiz? Bu şirketlar haqida ancha xabarsiz birini ko'z tutib turib, şirket kirish jarayonlari, şirket madaniyati va siz deb berish umid qiladigan boshqa masalalar haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Shundaq Amerikaga keldik. Bu Beijingda taxminan 3 yil ishladim o şirketdə. Çinhua bağlı şirket, Çinhua Tongfang'da, Çinhua bağlı şirketdə. Bana hem de o yerde davamlıq işləşinin əhəmiyyətini görənmədim. Gələcəyini görənmədim. Adam şundaqkən bəzilə 20 yıl, 50 yıl keyinki nişanını toğrulab, tikləb, toxutmay tırışmadı ikən. Ma resimler qarşılaşdırsak bu resim o Çinhua vatımızdaki resim oturdukisi. Şununla bu endi ko'nglimdan tegdi bir yerda texmi yaxshiroq bir holatga o'tish planim bordi. O'quvchi soni ozgani aka? Sinfda 30 atrofida o'quvchi, bir sinfda. Shunday boshqaradi. Bizning fakultet 8 sinf bordi bir yillikda, eng cho'ng fakultetda. 240 o'quvchi, shu joyda 2300 o'quvchining shu yil qabul qilingan 2300 o'quvchining 10 dan biri. 30 necha kasb fakultetlar bor, bizning 10 dan biri cho'ng fakultetda. Shunday qilib, hamda men Çinhua Tongfang ishlash jarayonida davomli doktorlikni o'qib, kasb jihatda cho'nqurroq bilim egallab, undan shu jihat taraqqiy qilishni to'g'ri ko'rdim. Buni 2000 ishlab qilishga jiddiy bo'lib qoldi. Tayyorliklar 2 oy qilgan ishim nima desangiz, GRE kitobni tepib, Shindong deb bir maktab bor, shular chiqqan GRE so'zliklarni tepib, 2 oy so'zlik yodladim, imtihon kirdim. Shu yil oxirida imtihon 10-nji imtihon tugadi, 11-nji 12-nji yillar iltimos qilib 2-nji yil o'rilgicha xabarlar kelib, eng oxiri bizning burun Çinhua bitirgan Rayan Bekturxonni ishlagan o'qituvchi bo'layotgan shu joyda Utah shtatlik universitetiga bordim. Hamda oldin paranglashdim Rayan Bekturxondan. Menga bergan maslahatim bor. Masalan, men burun uchur aloqa jihatda magistrlik qilgan. Menga bergan fikrda
maslahatdan de şu elektromagnetik sohasiga kirsangiz, bag'asi taraqqiy qilyapti, balki yaxshiroq kelajak ko'rishingiz mumkin shu cho'ng kasb ishida dedi. Men shunga ergishib iltimos qilgan chog'da shunaqroq qildim. Vaqt qisqa kasbida qaygan sabablar tufayli jiq maktabdan xabar kelmadi. Çünkü kelganlarning ichida Rayhan Bektir xonim ishlagan maktab menga to'liq mukofot berdi. Endi uni o'chog'da o'quvchiga nisbatan muhim bir nima xotirjamlik o. Shuningga badam tanishlaydi. Badoq mana bu Utah State maktab o'tirdiki maktabni nima main building dedi asas ishxon binosi. Sol tarafdagi bizning yurtlarga o'xshashlar o'stan bo'yi. Yaz günleri savaştaş dostlar bilen östan suyumu bizden tağ suyu okşaş soğuk. Adam kolunu 10 sekund tutamaydı o su istedi. Ajındak yerde de ancımıcı şundak tenis bir yer köngünlük öttü neticil. On trafikse ancımıcı Amerikalıkların adeti tesiri. Yaz günü olsa tağ yağmış ancımıcı yürüyüş kıp koyumuz. Kış günü olsa kar değilimiz şu okşaş tağlarda. Umumiyatda yaxshi o'tdi. Qizim shu yerda tug'ildi. Undan keyin xizmat nima shu yerda topdim. Abay siz degan savol qaytib kelsak, masalan, Microsoftdan boshlaydi. O'qish bitirgan chog'da jiqyalarga iltimos qilib ketdim. O chog'lar 2008-9 iqtisod bizga tush bo'lib 10-11lar asli kelish jarayonida sal asti bo'lib qolgan bir vaqt shuni xizmat qabul qilish o'tgan necha yilga o'xshash unda avat bo'lmadichi bozorda xizmat topmoq biza tas yoki asta. Shunaqa bo'lsa-mu, bir kuni qarasam Microsoft chaqiribdi. Ba'zi shirkatlar chaqirsa o'zan kel deydi, kichik shirkatlarning orasida. Bu cho'ng shirkatlar mehmonxona hamma narsani to'g'irlab berdi, pulda chataq yo'q. Berishdan burun deb berdi. Birinchi navbatda telefondagi imtihon. Ondan o'tgandan keyin shu falan kuni kelalamsa deb bekitib, o gün bo'lgan ishni deb berdi. Demak, ertaga soat 8 dan kech soat 5 gacha to'xtamay suhbatga imtihon ekan. Har bir soatda bir yangi bir odam kirdi. O xohlagan savolni so'raydi. Texniklik bo'lishi mumkin yoki emas bo'lishi mumkin. Lekin yangi maktab bitirganlarga nisbatan texniklik savollar jiqroq bo'ldi. Shu atgan choy ichib nashta qilib mehmonxonadan berib 8 boshlagancha o'tirib tushtamoqqa chiqdi. 5 bo'g'ich pek yerib ketdi. O tunji tajribam endi. To'xtamay o'rib turib avtobusga bir narsa yezish kerak. Ular ba'zilari savolning yerim kelgan, javobning yerim kelgancha to'xtab qo'ydi. Bunda qarablar bildikan deb o'chir vaqt sirab qilmay boshqa bir savolni so'raymiz deb shu talablarning qattiq bo'lganini tushunib yetdim. Keyin kirgandan keyin endi boshlig'imdan anglasam o shu bir yil jarayonida 300 necha odamga telefon qilib beqibdi. Telefonda so'zlashib, tekshirib beqib, orasidagi 20-30larni taklif qilib shirkatga kelibdi. Anda o 20-30dan ishlab 4-5imiz shu ishxonada, endi shu guruhda ishlayotgan. Oson emas deydi. Demak, bu men ishonmanki, shu 20 nechadan ishlab texnik saviyasi yaqin yoki o'xshab ketadigan cho'qim bor. Hatto yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin xizmatga olgan chog'da guruh maskalamdi, shirkat management maskalamdi, chiqish qaqmi mijozi normalmi yoki salbiy narsa ko'tarib kelamdi, aramizga deganda atrofliq tekshirib, ko'ziga siqqan saviyasi yetarli bo'lganini tanlaydi ekan. O tanlagan chog'da masalan 7-8 odam imtihonga kirsa, orasidagi birisi yo'q desa, intayin bir eg'ir masala bu. O birisi yo'q deb qo'ysa, buni o'rib, ya undaq emas deya qarab, sen xato tekshirib qolsa, buni olamiz deyishga bir xil jafoliq bir jarayon ekan. Cho'ng shirkatlar, hamda mening ko'rim cho'ng shirkat. Shu hammasi ma'qul bo'lish kerak. Ham hammasi masalan tavsiya qilamiz degan tavsiya darajasi borchi. Kuchlik, normal, ancha ishonchsiz tavsiya qilmadigandek bor. Ishonchsiz bo'lib qolsa-mu, jarayonni bizlar sürürdür ekan. İşkilenip kaldıkken ular. Nima uchun bu suhbatdan keyin bu kandidatga ishonchlik bo'lolmaydi degandek. Shuni Microsoftda kirgandan keyin hamda haqiqiy g'arbning yoki eng ilg'or davlatniki bu
fen texnik cəhətdə Amerikadan yox deb oylayman. Ən aldırı ketib baxan şirket medeniyetini kördüm. Ma yuqorqi resimde resimni chiqarmaganlarim bor, chunki ular maxfiy projekt, ular keyin bozorga chiqmagan projekt, uni chaplamadim. Ma bozorga chiqib baqqanlari. Sol tarafdaki saat, o'rtadagisi ko'zoynak, o'ng tarafdagisi o'yin. Xbox deb o'yinda. Shularning hammasiga aralashgan. Lekin endi hammasini men qildim demayman, chunki hammasining antena ishlariga aralashgan. Antena degan kichik bir qismi. Gerçi muhim bo'lsa-mu, kichik bir qismi. Shu jarayonda endi o'zimni kasbiy jihatdan bu moslashtirdim desam bo'ladi. Haliqi Urumchidagi xiyoliy alat yoki maktabdagi xili g'amsiz o'tgan bir vaqtcha. Chunki maktabda asta bo'ldi ishlar. Bu yerda jiddiy, masalan maktabda ish oqmasa, bir necha ay surilib ketsa bo'ladi ba'zi. Yig'inga ulgurmaydigan ish bo'ldi, balki yerimchilik bir yildan keyingi yig'in qilsak bo'ldi. Mayada bu oldin bekitib qo'yib, 2 yil 9-oyda ma'lumotni bozorga solamiz. Undaq bo'lsa 2 yil 6-oyda, 2 yil 3-oyda, bu yil 12-oyda nima ishlar bo'ldi, hammasini planlab qo'ygan. Shu vaqt bo'lgan chaqda shu topshiriqni topshirish kerak yoki bu biz ishlagan narsa shu saviyada bo'lish kerak. Çatakları yo'q deganda. Bu jiddiy kunlar bo'ldi. Endi bu soha, bu davlat shunday ekan. Bu shunday bo'lg'achqa bu millat, bu xalq shu butun insoniyatning oldida me'moridi. Hech nimadan ansirmay, boshqalarga beqindi bo'lmay, boshqalarning qaroriga, boshqalarning istaklari bo'yicha chiqib taqdiri boshqalarning qo'lida emasda. Butunlay %100 o o'zining qo'lida. Mesela Yaponiya bu jihat nayt kuchli davlat, lekin %100 o'zining qo'lida. Qisman Amerikaga tayinib qolgan davlat u. Men deyman shu eng ilg'or davlatda, eng ilg'or shirkatlarda shu o'zimizning qanchalik qaloq holatda qolib qolganimizni his qildim. Bu qaloqni men Urumchida ishlab baxmagan, lekin Bejanda ishlagan shirkatlar sezsam, mana menda deb chiqdi. Timga to'g'an deyapman. Qaysi shu bo'ldi? Tesla'nın qurğucularından biri bo'lgan Elon Musk bilan Almanın qurğucusu Steve Jobs'ninki deydigan məşhur bir gapi bor. Biz asla e'longa pul xərcləməyimiz, onun o'rniga mahsulotimizning eng yaxshi holatga elib kelish uchun mahsulotimizning subtiga butun mablag'ni solamiz deydigan. Demak, bular muvaffaqiyati bilan boshqalarning e'tirof qilishiga erishib, o'zlarining e'lon yuzli qilganda o'zlarini. Hozirgidek butun ishlar tashviqot bilan bo'layotgan jamiyatda xuddi bu mumkin bo'lmaydigandek, işte ko'rinadi bizga amaliyotda, lekin amaliyotimiz bilan ijroiyatni, ya'ni so'zimiz bilan ijroiyatni birlashtirgan vaqtida ammo mushlarmi haqiqatan bizga jonliq o'rnak bo'ldiki. To'g'ri. Shu menimcha bizning yoshlarimiz ko'plab mujdan shirkatlarga kirib, buni bu jarayon ketadi. Oldin avlod dehqontoq yoki qarqo'saqtoq, ma avlod Steve Jobs yoki Bill Gates bo'lib bo'lmaymiz. Yoki undaq odamlarimiz chiqib bo'lmaydi. Tədrici bir jarayon ketadi. Avval shundaqlarga ishchi bo'lib, masalan, o'zimni misol olsam, asta-asta bizning avlodlarimiz texnik bir yuqori bir saviyaga boshlanish nuqtadan kirish qilib, balkim o'z oldiga egilik tiklab, yangilik yaratib, shu odamlarning qatoriga kira olishi mumkin. Lekin bir necha avlodlik projekt deb o'ylayman. Buni oldirmay, asosini puxta qo'yib, birinci avlod ko'chmanlar bo'lsa, shu seviyadan boshlab qilsak bo'ldi. İnşallah. Endi yana bir savolim akam, shu telefon, radio, televiziya qatorliqlarning signal uzatish, xabarlash jarayoni qanday bo'ldi? Shuni sal tafsiliyroq deb bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Endi qisqartib aytganda, masalan bizning bu xabarlashma sistemi degan uchurni bir yandan yana bir yana yo'llab berdi va yetkazib berdi. Hozir 3 narsa bor bu yerda. Birisi bizning qo'limizdagi tarqatqich, transmitter deydi, bu nimada inglizchadan tarqatqich. Qarshida bir
qo'pollig'uvchi bo'lish kerak. O'rtada bir media bo'lish kerak, vosita bo'lish kerak. Bu vosita telefon sim bo'lsa bo'ldi yoki televizor sim bo'lsa bo'ldi. Ular sim shakli o'xshamaydi, o telefon sim bir juftla sim bu televizorning yumla ishlaydiganimiz balik o'xshamaydi. Yoki simsiz bo'lsin bo'ldi, havo qo'yib bersin bo'ldi. Hozir bekrak mod bo'lgan, men simsiz oldi. Shuni uning ustiga men kasbim shu taraf chiqaroq chetilma shuni so'zlay. Endi nima taqat qilishdan boshlaydi. Taqat qilishda ichida bizning ovoz yoki sin yoki boshqa bir shakldagi sonliq ma'lumotlarni digitallashtirib, 0-1 ga aylantirib tayyor qilib berdi. Endi bu poyezdni, bu poyezd bor, 0-1-0-1-0 degandek bir uzun bir poyezdni nima elektrik signal aylantirdi. Masalan, 0 bilan ifodalaymiz, tuvan elektrik besim bilan, bir necha yuqori bilan. Bu tuvanga qancha tuvan, yuqoriga qancha yuqori degan bu texnikaga bog'liq ish. Burun masalan 3 bo'lsa, hozir bir necha bo'lishi mumkin. Tranzistor nimasida texnikasida aytman. Shunday qilib tayyorlab yo'llab berdimi, elektrik signal aylandi. Masalan, oddiy bo'lish uchun 0 volt bilan 1 volt orasida deydi. 0 volt bo'lsa 0 degan gap, 1 volt bo'lsa 1 degan gap. Buni yeni bir narsani tayyorlaydi. Bu nima degan chog'da to'shig'uvchi signal. Bu havoda ma'nolaydigan, havoda simsiz signal tuvan chastotda ma'noda, yuqori chastotda ma'noda. Nima uchun biz masalan radioga FM'da 100 MHz ni tanlaymiz yoki Wi-Fi'ga 2.4 GHz yoki 5 GHz tanlaymiz. Bunun sababi bor. Qo'limizdagi asbobda bu antenaning cho'ng kichikligi shu unumlik tarqatish chastotini bekitibdi. Qo'limizda telefon tutsak, kilohertz signallarni taqtamaymiz, unumlik taqtamaymiz. Kilohertz degan intayin tuvan chastot, uning mos keladigan to'lqin uzunligi kilometrlarcha o'tadi. Bu qo'limizdagi antenaning cho'ng kichikligi shuni bilan selishtiruvdak bo'lmasa, unumlik taqtamaysiz. Qo'limizdagi antena necha santa? O necha kilometr nisbatan intayin qisqa bir antena olib qoldi, bekli unumsiz. Siz 10 qat energiya bilan taqatsangiz, uning nəhayət bir kiçik qismi hava kirəlir. Bu israfçı şunun üçün qılmaydı. Yeni birisi bu dövlət başqurudu bu chastotlarınca. Tuvan chastotlarını cıqlarını egenləb boğan özləri. Hər birgə, saqçığa, hökumətə, doktora onu bunu aldı. Ən qap qalğanları əşdə yuquraq buluş mümkün. İşqib, nurun səbəblə tübəyli biz işiltiyotqan chastotunu işiltimiz. Əmdə bu signal şu chastotdaki əsli uçur, 0-1'deki digital signal bu havaga kirish oldida bo'lgan, tayyorlangan yuqori chastotli signalga minadi. Bu minadi deganim, ashuna qisman o'zgartirdi. Masalan, quvvatini yoki ba'zi so'zlarni uyg'urcha atalosini o'qimayman, face deydi yoki chastotni bilan ta'virlaydigan ishim bo'ldi. Shunda bir necha xil texnika bor. Shu orqali chiqib bu to'shig'uvchi signalga minib oldimi? Havaga antena orqali kirib ketadi. Endi bu tarqalish jarayonida ojizlashadi bu signal. Chunki bunday o'ylaylik. Men hozir bir shilakni tutib, suv chashsam, siz bir stakan yoki bir shilak bilan men chashgan suvni yig'aman deb, eng oldin meni yenilma kelsangiz, o'ngayli yig'ib olasiz. Chunki suv chechilib yeyilib ketmagan. O'xshash stakan basini qabul qiluvchi stakaningiz bilan 10 metr nerasiga kelsangiz, bütün bedeniniz böyle buldu, stakan su toşmay avar bu kısa toşquzub bulanmay. Bunu artıq seliştim arqılı düşündürmək boğunum. Bu antenadan çıqqan məlum quvvet yoki energiya toşmağan signal, simsiz signal şu musafir jarayonda ojizlashdi. Ojizlashdi degan gap, yo'qolishdi degan gap emas. İcra turgan sira o tarqaqlashib ketdi, chechilib ketdi. Şuna siz qo'pollig'uchi pek jiroq turibsangiz, ojiz signal to'g'ri yapasınız. Uzoq vaqt to'g'ri keldi. Ma'lum seviyada yig'man desangiz, uzoq vaqt keldi. Mujda bir masala bor. Shuning uchun pek jiroq ketolmaysiz qo'pollig'uchi. Qo'pollig'uchi yetarli signal seviyada uni qabul qila olsa, o shavqun, bu muhitimizda shavqun bor.
üskünü işçidim şapkın ba. Şapkın diye nime diyen çağda. Mesela elektron bağı bu metalda. Bu muhitimizden temperaturası 0 gradus. Ben 0 deginim Fahrenheit'te mutlak 0 gradus emas bolsa, issiqli bolsa elektronlar işte tevreydi. Elektronun tevrisi elektromanyetik meydan asıl kıldı. O bir şavqın o. O signal, parkı signal emas. O aciz signalni çöktürüp ötələydi. Şunun için ya yeterlik derecede küçük signalınız buluş gerek, ya ki yakın turalısınız, bu signal nispeten küçüklük göründü. Anda bu şavqın denizde 5. kırıp duran signalni körüp, tercüm kılıp, örüp alalaysız. Bu mandaq kepken ya ki süretken. Anda asas jeriyan şu. Bunun içinden de antena layihələş elbette mühim. Çünkü antena diyen net şu üskünü bilen hava boşluğu arasındaki bir ötkünç kövrük. Adette mesela şirkette bu katlık detalçılarının içinde antenacılarının orunu yukarı. Mesela Microsoft'ta biz bunda bir layihesini görüp mayer bulmayken bunda kısam antena işlemeydi o dep ret kuvvetsek hop dep getip özgetip ekildi Microsoft'ta. Aşağıda yüzümüz batende katlık detal işçisinde. Lekin almada bize farklı. Almada bu antenanı gerçi başka gruplardan onu yukarırak bolsunmu en yukarısı sırtkı kağıtını layihələydiğen industrial designer deydi onu. Çünkü alma, telefon, kompüter ne mi tutsak işletmeyi durup çıraya kalsak mı kargımız kağıt tuturdu o. Şundan çıraya bu şu ne layihələydiğenler şirket birinci orun durdu. Antenacı kalkışa eğer ben bundan hesap koysam sen diyen ölçem yetkizemem antenanı desem eğer şuna desek o çağda ağlarının dediğin gibi yeni bize tırışbakları neydi? Eğer kullanmasan yeterli ispatla kel kullanmayacağını gösterdi. Durgun iş gidiyordu. Ya bu kaldı bulmagan çağda anda apası alı oylaşıp asta küçük yerlerini özget ma buldum nasıl mansınat bak dep almada bekrek teklediğini mavu. Çünkü xeyridala eliştim burun, şiltiştim burun, çıraya qarab kuyup qalsın dep alnımı oylaşıdı. Şununla lekin hem de süper cihette hem injenerlarni qıstab süper bek yaxşı. Mesela siz kompüter misal alsak, alma kompüterini işletseniz 5 yıl çataq yok, ravan yaxşı işletsiniz. Eğer Windows kompüterini HP başka şirketlerininkini alsanız 3 yılda özünü çandırdı. Asta, kızı, bataryasının ömrü kısqırab ketdi degende aşına mesele yüzü verdi. Lekin almanın 5 yılcı bazı tərəqqi şunda tez olur, şunda olsun 5 yılcı çalmaydı. Bunun sebebi var. Çünkü engineerlara burası küçük işler koydu. Küçük bir mesele olsa kiriş bilir, on şeyimizde. Hem de kıymet olsun, arzıdan yeri var. Maaş şirketinin farkı müşünde antenacılarının bu şirketteki oranını desem, abay ben diyendek hem de düşünüş oldu mu sizce? Ama düşünüş oldu. Rahmet. Hem de ahırkı sualım aka, yaş ösmürlərə, ata-analarga qandaq kəsblərdə oquşunu, özünü kəlgüsüge tayarlaş üçün nimələrini qilish haqqında azraq tavsiyə bergan bolsanız. Hem de eğer 70'lərə kirib rastlaylıq bizden xalqımız oylagandek nəticəyə erişkən bolğan bolsam, mesela ballarım, nevrem ulanmı ben oylagan planlagan boyunca yetilgen bolsa bu gapni desem bo'ladi. Hozir bu yerda ustoz şekilde süptede bir fikir beremeyman. Men bu şu seferda meniyotgan, şu yo'lda meniyotgan, balim cho'ngib qotgan ota-onalarning biri. Mening ko'rganim dadam apamdan meni tarbiyalashi. Ondan ve ondan keyin mesela Can kezdim, Amerika'nı gördüm, etraftaki yeni tanıştık, tecrübe sabahlarını ortaklaştık, öğrendik diyendek. Emiz juğurup eke, men bolsam, ya ki men qanday quvvatime diyen şekilde dey. Çünkü hem adamın maskelisi natayin, bundan toğru buluşumu natayin.
Çünkü bu ispatlanmagan mesele. Birinci mındaqdan bala tug'ilgan vaqtdan boshlaymiz deyli. Hatta onundan burun belki. Çünkü bazılar bala qo'saqlik vaqtlar müzik anlatıp, hikaye anlatıp qilib belki onun asasida ishlanmayman. Lekin tug'ilgan vaqtdan boshlablar ko'ngil bo'lib tarbiyalashga kuch chiqarish kerak. Men 4 yosh vaqtimda savodim chiqqan. O chaqdagi bolalar amaliyotda boshlang'ich kirguchi ishni uqmaydiganlar nihoyat ko'pdi. Kon zamanı var. 70'nin ahırları tug'ilganlar bo'lsak, 80'ning o'rtalari maktabga kelgan. Shundaqda o'chadi ahvol. Lekin endi foydasi nima deganda, kallam qisman eshitib bo'lgan. Masalan, matematikada muhim bor. Uyg'urchada savoat bo'lgan ekan, Xitoycha boshqa bir til, o'qishimizin boshqa bir til. Bir til o'rganishni bir qisman o'tkazib bo'lgan 5 minut. Shuning uchun men qizimni 1 yoshdan oshgan vaqtdan boshlablar ayolim ikimiz qarasam to'g'rash iqtidori yaxshi bo'lgan ekan. Bir aram turdichi to'g'raydiganlar. Hatto ba'zi so'zlarni tada apani qilib oldir deyilgan. Shuning uchun shu chaqdan boshlab 1 yoshdan 14 oy vaqtda edi. Boshlablar og'zidan nima chiqsa, nima deyil, nimani tushunib deb ham ishlatilsa, shu so'zni bir qog'oz kartga yozib o'qitishni boshladik. Masalan, dada deganda dada deb yozamiz. Bunga maddiyati addi demaymiz. Shu şekilde 20 yildan uzun sürdü. 2 yoshga kirgan chog'da 70-80 birer yüzügacha o'zi biladigan so'zlarni o'qiy oladigan bo'ldi. Harfni ayrim o'rgatmagan, o'zi his qilgani bor. Masalan, kul degan gul degan ikki so'z bor. Ma'nosini biladi nimaligini. Ba'zi joyda xato o'qilib kul deb, ya gul deb o'ngishib oldi o'zi. Aslında farq borligini bildi. Ashkega farqlarni biladi. Lekin endi xalqlagan bir sözünü parçalab, bir harfini ko'rsatib, ma'ni ma'rif desek bilmaslik mumkin. O so'zlarning hammasini rasmiy shaklda tunib olgan. Andan keyin shunday bo'lsa, xatga natunish bo'lmadi. Andan bu 3-4 yoshlargacha asta biz harfni parchalab, o'z tunmaydigan so'zlarni, kitoblarni o'qiy oladigan bo'lsin deb, shu bosqichga o'tdik. Başta asta o'qiydigan bo'ldi, duduqlab. Chunki burunqidagi rasm inkosi yo'q. Burun o'qiy oladigan so'zni ko'zmi, duduqlab harf bo'yicha o'qiydi. Buni bizga vaqt sarf qildim bunga. Demakchi o'g'lim, o'zim baldur savodim chiqqachqa nisbatan o'zimning davlatdagi odamlar nisbatan foydasini ko'rdim deb o'ylayman. Qizimni shunday kuchlidir. Ham bu ingliz muhitda ingliz o'rgatmadik. Özü birinden deydi, düşünüksüz birinden doğrab, ahanlıqda kildi, düşünüksüz birinden deydi, 4 yaşlargacha. 5 yaşda mektep berdik, bək tez o İngiliz qabul qilishdi. Bu önemli. Yaş kichik to'g'ri, lekin o'qish jihatimi Uyg'urchani arab bo'yicha o'qiy olganki, inglizchani o'xshab ketadigan bir til. Bu jihatda tezla sinfda eng az normal saviyada uni yaxshi deb o'ylayman o'zi. Yaxshi o'qiyotdi. Bu tajriba, buni bolalar kichiklar 2 qatim o'zim o'ylsam 2 qatim isbotlandi deb o'ylayman. Buni qo'rqmay qilsa bo'ldi. Endi yana bir bu endi kichigidan savoat bolalar chiqarsa, qolisi bolalar echilsa, men abay dedim-ku, boshlang'ich o'rta maktabda uy qaytib topshiriq ishlab boqqan odam emas. Baliq sanoqli yig'lab xat yozgan vaqtim, balkim to'liq ishga chiqqan chog'da ishlab bo'lmagan ba'zi haydiyanchi moni qarshi deb ancha qog'ozlar bo'ldi endi. To'g'ri. Ashni ishlab bilmasam vaqtim bor lekin umumyuzlik yo'q endi. Uyda ash bir normal holat deb o'ylaydi ota-onamiz uydagi muhitmi. Ajdaq bo'lishning sababini baldur soatni ichib, kalısını ichib qo'ysa, nima deymiz, unumlik yoki o'ng'ay, japatatmay o'rganishga foydasi bo'ldi deb o'ylayman. Bu shundoq. Andan bu cho'ng bo'lgan siri, jiqni ko'rgan siri, jiqni tushungan siri, o'ndan muhimroq ishlarning borligini his qilgan odam, masalan, biz meyada yaşayan çağda xalqning yurtida yashayotimiz,
Uyg'urluq bağansiri muhim bilinib ekan. Uyg'urluqni keyingi avlod saqlab qo'yishni xohlayotganmiz, orzu qilganmiz. Bunun ichidan axloq Uyg'ur o'lcham bo'yicha axloq muhim. Keyingi bir ömür ta'sir qildi bu axloq tarbiyasi. Ondan keyin bizning ojizligimiz bor. Boshqa millatlarni selishtirgan chog'da bu erkaklarimiz deyli. Jangovarlıqqa yo'qolib ketgan millat deb o'ylaymiz o'zimizni. Xabarlar ko'rib qolamiz. O'tganda Rossiyada bir namoyish bo'ldi. Nima sababdan unutib qoldim, Moskvadagi bir chechen, Moskvadagi, Chechenistonda emas, Moskvadagi bir chechen o'tiruvchi hech nimasi yo'q, mush etib ketdi saqchilarga. Atrofida o'rislar, yerlik ko'p sonli egalgan o'rislar qarab bo'lishdi bu qo'g'dashqa bu chechenni. Lekin saqchi oxiri meni sanijiq bo'lgan ekan, tayoq yeb to'qmoqlarni ko'tarib olgan saqchilarni tayoq yedi shu yolg'iz kishi chechendan. Endi men buni tashabbus qilman deganim emas. Ashuna bir ruhchi men demoqchi bo'lganim. Adolatsizlik bo'lgan chog'da o'zining yurti emas, Checheniston emas ayollar xuddi bizga nisbatan Beyjingdek. Beyjingda men 89-yili o'quvchilarning holatini ko'rib, men masalan, men yo'qim. Bir Uyg'urning sayrab chiqib, bu nima azadlik armiya bilan elishib ketgan o'xshash bir gap ko'rinishdi. Endi o'z bilan jiq aloqasi yo'q. Birisi ruh bor, qo'rqmaslik bor, yana birisi axloq o'lchami bor. Men undaqsh bo'yatdi. Masaqlarning qilgan xato deb o'zini tetib qo'ygan. Shu kam bo'lg'achqa menimcha o'g'illari bor ota-onalar mushiyatda qallaqa turib, bizning mutayillar bizning bu chala hujjatda qanday qilganda mushiyatda kuchaytirishni o'ylasa bo'ldi. Masalan, ko'p rahmat aka. Erkak qilib qo'ymay bolasini. Kichigidan ancha-muncha o'g'il bola tushliq, ancha-muncha mesela yiqilish, tayoq yeyish yoki ishqa qo'rqmaslik, jafoga chidash bundaq odatini bo'lishini mush yerda kuchab qo'yish kerak. Abay men deganlik baldir kalla yetishdan boshqa axloq va jangovarligimizning asosi. Peki. İsmingizning, ya'ni familiyangizning keyin bir qitim ma'nosi bu yerda ta'kidlangan bo'ldi. Haqiqatan bek to'g'ri. Biz o'qiyotgan vaqtlardami, masalan, o'qituvchilarimiz ota-onalar ashta aytdim. O'g'illar va ota-onalar hargiz balanglarni siz demanglar. Nimdaq odamning g'idiqini keltiradigan gap bu. O'g'il bola degani sen deb cho'ng qilmamdi deb masalan. Undan keyin haqiqatan hozirgi jamiyatimizda ba'zi ishlar bo'lyapti, ko'ryapmiz. Undan keyin deganingizdek shu erlik g'ururi bu haqiqatan bek tashabbus qiladigan bir narsa. Rahmat aka, endi men yana bir savolimga o'tib ketay. Mustafa Jadid ismli ko'rurmanimiz bundaq savol so'rabdi. Endi ko'rurmanlardan kelgan savollarni o'qishga boshladim. Tursunjon aka, yaxshimisiz? Xizmat to'g'risida savolim bor edi. Men San Fransiskoda yumshoq detal ijodiyati bilan shug'ullanaman. IT, ya'ni uchur texnikasi sohasida bizning hozir o'zaro fikr almashtiradigan bir sahna bormi deydi. Bor. Agar ayrim aloqalar bo'lsa, bu yana bir masalani tartib chiqarib desak bo'ldi bu savol. Yana birisi abay jangovarlik ruh dedim, bu bir chechen. Chechenistonda Rossiya qadim urush qilib tankilanmadi. Endi shunchalik bir cho'ng davlatni boshqarib turib, boyliqlar bor, askar armiyasi bor. Eng oxiri oliy otni berib chiqib ketdi endi. Sen peşimni qaqshatma, nim qilsan qil degandek bir holatda. O yalğız muşasa o alat kelmaydi. Ömrük mü var? Bunun da təşkilçan. Şununla mən deyiməm de Türkiye sel yaxşı oxumayman. Türkiye yaxşı gepini tatılar oxumayman. Lakin başqa yerliklər az bolsunmu yaşayan yerdə işte təşkillenib bolsa
mesela Yahudi ve Türkiyeliklerini ülge kılıp biz bu cihet ham yoki unutib ketdik, jiroqlashib ketdik, bu jihatga iqtidorimiz yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin, xuddi jangovarlik yo'qolib ketgandek. Lekin qaytadan o'rganib olib bo'lgan narsalar deb o'ylayman. Shu oldimizda menayotgan bizga yaqinroq turkiyalik yoki uningdimi ilg'or yahudilardan o'rgansak bo'ldi deb o'ylayman. Tashkillik o'tishni biz tirishyapmiz. Ayrım aloqalashsak bo'ldi. Bu o'zimizning mush yerlik jamoatining masalan yoshlarning xizmat qilishi ekan, andan hatto keyin o'ylanishi, farzandlarni tarbiyalash jihatda o'rtaq bir kuch chiqarib bir programlar bo'lyapti. Yani qo'limiz ijroiyaga yetishdan burun o'zimizni texmo şekilde güçlü qila olsak, andan keyin hassilab boshqalarga yordam qila oladigan nima holat yetildi. Ko'p rahmat. Hakikaten pek muhim bir noktaga deb ötüp ketdiniz mi şu ömlük, ittifaqlıq deb. Aslında bizning özümüzün ismi şu ma'noda Uygur, uyuş gerek bu millet. Mesela bayamı deb ötüp ketdiniz mi şu erlik, anadan keyin Çeçenistan bilan Rus nimisninki qilgan narsami? Mesela pidai ekrandan söhbətlərini görüp baxsaq bo'ldi, biz bilmegen, namsız, isimsiz, acayip qahramonlarımız bor ekan-ku. Lekin belki ayrım teşkilatlar buluşu mümkün, lekin o teşkilatlar bilimiz Xitoy bir kapalı kutu. Yani nima bo'lganligi uchun bir-birimizdan xabarsiz holatda ularni izdireksiz yo'q qilayotgan yoki bo'lmasa shu yakka holatida, tek holatida ularga ayrim hujum qilganlik sababdan ishning keyingi davomlashmagan. Mush yerdimi nurg'un biz ibrat ilishga tegishlik va ko'p narsalar bor deb o'ylayman. Endi yana bir savolimiz aka, kompüter sohasidagi yoshlar uchun qanday tavsiyalaringiz bor deb bir ko'rinimiz savol so'rabdi. Bu kesip tanlashga chetildi bu savol. Cho'ng jihatdan aytgan chog'da mencha agar kasbga qiziqsa, texim unumlik ilgili oladi. Shuning uchun eng yaxshi ehtimol shu, agar ham qiziqsa, ham qila olsa, sharoitim bo'lsa, yaxshi. Lekin mendek, masalan, bizdek birinchi avlod ko'chman bolalar bor, tarbiyalash o'yining ehtiyojlari borda, bunday vaqtda agar masalan men rassamchilikqa qiziqaman deb yoki doktorlik qiziqaman, mesela qaytadan 7 yil 10 yil o'qib, $100,000 qarz bo'lib, doktor bo'lg'im bor. Lekin mening qizim 10 yoshga kiradi, 8 yoshga desam, ancha muvaffaq emas deb o'ylayman. Shuningga bu tamponlik bor bu yerda. Bu butunlay qiziqishi qarab kesib tanlay oladigan ish balkim ikkinchi avlodlarda bo'lishi mumkin. Birinchi avlodda biz chiqdik. Mushunga mushukli endi diqqatimizni masalan yoshlarimiz 40larga olishib qolgan yoki ish etganlar bo'lsa, yoki bolalarimiz boshlang'ich kirib bo'lgan bo'lsa, diqqatimizni bakida keyingi avlod qo'yib, amaliyotchanlik bilan bir kasb tanlashni tavsiya qilman. Kompyuter qaytib kelsak, mushu barliq kasb ichida hozir eng moda bo'layotgan, ehtiyoji eng yuqori, boshqa kasbdan olib kirishga eng o'ng'ay bo'lgan bir soha. Hamda buni kiriblar sun'iy aqlli kirib ketishi notayin, chunki uningda nurg'un matematik talablar bor, uningda qisqa vaqtni ichida qilolmaydi. Lekin bu sohada nurg'un o'xshamaydigan tipik xizmatlar bo'lg'achqa, ham ta'minotni yaxshi, uyqu maoshli bir xizmatga erishmak tas emas deb o'ylayman qisqa vaqt ichida. Ondan keyin shu maoshda turmush kafolat bo'lgandan keyin bolalarning o'qishi, turmush nima kafolat bo'lgandan keyin o'zi bilim oshirib, davomli ishlagash o'quvasimi bo'ldi. Masalan, QA programmachilikning tekshiruvchisi u. Boshqalar yozganlar tekshirib bermam. Men chataqgan layligandek chiqmabdi deb dokladni qaytarib bersam, Allah o'ngshaydi, men tekshirma. Bu ish yuqori maoshli ish, lekin kirishga tas emas. Jihatdan o'ylab qo'yish bo'ldi. Andan keyin mashina ishlagash, davomli keyingi
kelajakka tayyorlik qilish uchun vaqt chiqarib ishlagach o'qiyasim bo'ldi. Bu boshqalar qilgan ishga yo'tkalish bo'ldi keyincha. Bu balkim bu qarinishimiz so'ragan savol bu emas bo'lishi mumkin, chunki o'z kasbida o'qigan bir kompüterchi bo'lishi mumkin. Onunda men albatta hozirgi sharoitda ko'riladigan shu qisqa bir 10-15 yil ichida kompüter sohasida chataq yo'q. Bu bundan ichidagi sun'iy aql, mashina o'rganish yoki cho'nqur o'rganish degan yoki cho'ng sonliq ma'lumotni bitirib qilish degan mod bo'layotgan, bag'an sir ko'p ishlanadigan bir tarmoq bo'lib qo'yadi. Agar matematikada yaxshi bo'lsa, mushlarni o'ylash qo'ysa bo'ldi. Lekin bu cho'ng sohaga kirib olib, qanday qilishni qilsa, hech bo'lmaganda moddiy jihatda turmushda chataq yo'q. Iyani bergan chog'da inolmay iyani bera oladi. Bolalarga darsdan sirtma bu narsa o'rgata oladigan kirim seviyada bo'laydi deb o'ylayman. Rahmat aka. Abduxoliq Tahir degan bir ko'rurmanimiz bunday savol so'rabdi. Oscillator haqida tushuncha bersangiz bo'pti deydi. Oscillator buni tarjima qilsa nima chiqadi? Men tarjimasi o'qidim. Bizlar nimaga tavrigüch, tavratguchga o'xshab qoladi? To'lqin nimismi? To'g'ri. Bu ABM'ga qisqacha oddiylashtirib qilsak, uchur aloqa xabarlashma sistemi ichidagi to'shig'uvchi to'lqinni hosil qilib beradigan bir asbob desak bo'ldi. Bu hamma narsani kompyuterimizda bor. Masalan, siz tayyorladingiz uchuringizni, uni Wi-Fi signalini mindirmay desangiz, 2.4 GHz'lik bir to'shig'uvchi signalni tayyorlashingiz kerak. Uni shu oscillator chiqib berdi. Bu boshqa tarmoq. Endi mening bu jihatdagi tushunchim cheklik darsxonadagi bilimlar. Agar shu kasbda cho'nqirlab o'qiganlar bo'lsa, men agar qiziqsa tanishlarni tepib beralayman. Bo'ldi. Ko'p rahmat aka. Savollarni tugab qolgan o'xshaydi, ko'rurmanlarimizdan keldigan. Nəhayət güzel bir sohbət bo'ldi deb o'ylayman. Aldı bilan yana bir qaytim programmamizni shundaq nima qilib qo'llab bizningki suhbatimizga qatnashib berganligingiz uchun yana bir qaytim rahmat aytaman. Menimcha bak güzel mig'izliq, undan keyin nurg'un har xil temalarda erkin paranglashdik. Bak ko'ngillik bo'ldi. Yana bir qaytim rahmat. Oxirida oilangizga baxt, ishlaringizga o'ngishlik, muvaffaqiyat tilayman. Ko'p rahmat aka. Men sizlarga rahmat aytaman, chunki bu program nəhayət yaxşı layihələr dal vaqtda çıxardınlar. Ötən sanlardımı bizlər ata-analar faydalanıdək cıq materiallar toplanıb qapdı. Məsələn, oxuş jarayonidagi diqqət qildigan ishlar, məsələn, özünün ətraflıq tərəqqi qilishga foydali suhbatlar nəhayət yaxşı bo'ldi. Yana davomliq üzülüb qalmaslığı üçün tilakdoshman. Ko'p rahmat aka. Hurmatli ko'rurmanlar, bilsizlar Uyg'uriston ekranilam emas, Uyg'uriston gruppasining yana qilayotgan boshqa tarmoq proyektlarimi bor. Masalan, yaqinda texi ata-onalar qartilgan kod loyihalash programmasi darsligi tugatildi, bir oy jarayonida o'tildi darsni. Men shu darsda ajr singdirgan shu guruhdagi barliq qarindoshlarimning hammasiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Undan boshqa hozir biz shu Uyg'uriston ekranining kaynida bizni nima qilib berayotgan, kontrol qilib turayotgan shu ekranni aqsabdiki Mamtiman muallimim ko'p rahmat aytaman. Undaq bo'lsa, kelarki sonlarda ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat. Allohga omonat. Rahmat. Tilagim.